Xullas, YouTube'da video bo'lyapti. Bitta avtobusda bitta akani oyog'i yo'q ekan. Hassada turibdi. Keyin bitta ayol yoniga keldida, joy bo'shatmanga dedi. Joy bo'shatdi va u ayol o'zi o'tirmadi, qizi o'tirdi. Joy bo'shatdi, qizi o'tirdi. Ana bola turdi. Endi maksimal darajada videoda qanaqadir musiqalar qo'yildi, background qora qilindida, ana ayoli yomonlandi videoda. Shunaqa narsa bo'ldi. Keyin men o'yladim, bu narsa o'ylashim bo'yicha xato. Chunki hamma anu bolada, anu erkak kishida. Nimaga? Chunki u nogironligini bilmagan. Tabiiyki, agar nogiron odam bitta oyog'i yo'q bo'lsa ham avtobusga yo biror joyda o'tirsa, oddiy odam uni tezda payqalmaydi-da. Hassasi ham yondamas ekan. U bildirmadi. U narsani bildirmadi. U shunchaki turdi, ketdi, keyin ana videoda yomonlanyapti. Yo'q, unaqa emas. Bu narsa hayotga ham tatbiq qilsa bo'ladi. Ya'ni hayotda ham siz agar nimadaringiz borligini yo nimadirga erishmoqchimisiz, o'shani bildirsangiz, o'sha narsaga erishasiz. Agar bildirmasangiz, bildirmadiga yo'l tavfiqga tushasiz va oddiy bo'lib yuraverasiz-da. Meni o'ylashim bo'yicha shunaqa. Masalan, misol uchun deylik, men universitetga kirasiz. Universitetga kirib, ma'lum darajaga erishasiz. Agar siz omadingiz kelsa, o'qiysiz, tirishasiz, nimadir qilasiz. Siz universitetga bilingiz borligini bildiryapsiz, o'shaning uchun kirdingiz o'sha yerga. O'sha misol. Ya'ni men nima demoqchiman, siz doim sizda nimadir bormi, boshqa odamdan ajratib turadigan yoki nimadirga erishmoqchimisiz, siz bildiring. Sizdan tepada turgan odamlarga siz bildiring va ular albatta sizga yordam beradi. Charchamanglar, ishlaga rivoj.